Alo. Ha, qizlariman. Nima? Mazalari qochdi? Hozir yetib boraman. Kamalakka qiyos hayot yo'llari har qadamda sinov turfa rang barang ba'zan begonadur jigar yaqinlar goho til zahridan bitmas dil yarang kimning nigohida o't sochar nafrat kim ortidan chopar mehru muhabbat ertaklar omad bugun kelmasa oyning yarmi yorug' yarmidir zulmat saodat saodat tun ortidan tong ham otar saodat 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 har sinovda bir baxt yotar saodat armon bo'lsa yomon didor sog'inchi ko'z yosh bo'lsa yomon hasrat ovunchi yolg'izlik yetaklab borganda jarga mehr bo'lar ekan ko'ngil o'tinchi har azobga yechim bil sabr bardosh umr asli shunday karvondek o'tar hali osmoningda porlaydi quyosh hali orzularing sevinch baxsh etar saodat saodat tun ortidan tong ham otar saodat 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 har sinovda bir baxt yotar saodat Dadajon. Esi joyidan bu qizni. Mumkinmi? Kiring, o'tiring. Dadam yaxshimilar? Dadangiz ahvollari og'irlashdi. To'g'risi buni kutmagandim. Kechki payt ketganingizdan keyin ancha yaxshi bo'lib qolgandilar. Qizlar ovqatlantirib qo'yishdi. Yaxshigina kulib gaplashdik. Ertaga palataga chiqarmoqchi edim. Keyin bilmayman nima bo'ldi. Uxlab yotib birdaniga mazalar qochib qoldi.
Xullas. Dadangizda insult singlim. Insult. Bu Insult bu miyadagi qon aylanishining to'satdan o'tkir buzilishi degani. Miyaga qon kelish to'xtasa, insonning qo'l va oyoqlari harakatlanmay qoladi. dadam tirikmilar? Ha. Faqat harakatsiz. Falaj holatidalar. Nima? Shol bo'lib qoladilarmi? Ey Xudo. Butunlaymi? Endi hozircha bir narsa deya olmayman. Erta bo'lsin. Yana tahlil qilib ko'ramiz. Bo'ldi, yig'lamang singlim. Shu ham bormidi endi? Oyimga nima deyman? Tuzalib ketadilarmi? Ishoning, ba'zilar tuzalib ketishadi. Ayniqsa qarovchisi yaxshi bo'lsa. Chunki bunday kasalliklarning davosi asosan asab va jismoniy harakat bilan bog'liq. Sizdek mehribon qizlari bor ekan, dadangizni oyoqqa turishiga ishonaman. Singlim, tong yorishib qoldi. Bu yerda o'tirishingizdan foyda yo'q. Uyga borib damingizni oling. Ertalab kelmasangiz ham bo'ladi. Baribir kiritishmaydi. Tushlikkacha hamma tahlillarni olib, boshqa dorilar yozib bersam kerak. Olgan dorixonangizdan dorilarni almashtirib olishingiz mumkin. Xo'p. Endi bora qoling. Dadamni bir ko'rib chiqay, iltimos. Mayli. Astagina kirib chiqing. Faqat ko'p emas. Bezovta qilish mumkin emas ularni. Rahmat. Dadajon. Bizni unaqa qo'rqitmang. Tezroq yaxshi bo'lib keting. Men sizsiz nima qilaman? Iltimos. Ertaga kelganimda turib ketgan bo'ling.
Qayerda eding? Kasalxonadamiding? To'g'risini ayt. Oyijon, qo'rqitib yubordingiz-ku. Uxlamayotganmidingiz? Yo'q, soat 3da turib olganman. Xonangga qarasam, o'rningda yo'qsan. Siqilib ketdim. Dadangga nima qildi? Hammasi yaxshi, oyijon. Salgina mazalari qochibdi. Hozir yaxshi bo'lib qoldilar. Xavotir olmang. Mendan yashirib nima qilasan? To'g'risini ayt. Nima bo'pti? Hech nima deyapman-ku. Aytmasang, hozir o'zim boraman kasalxonaga. Aytasanmi? Xo'sh. Oyijon. Faqat o'zingizni bosing. Siqilmang. Dadam insult bo'lib qoptilar. Insult? Dadang falaj bo'lib qoldilarmi? Voy sho'rim. Endi nima Oyijon. qilamiz? Tinchlaning, yig'lamang. Shifokor yaxshi qarasanglar yaxshi bo'lib ketadilar deyapti. Voy qizim, endi qandoq qilamiz? Oyijon. Juda shirin chiqibdi. Osh bo'lsin. Men ketdim. Qani qizim? O'tirchi. Ona qizim. Hayotda har doim ham biz kutgandek bo'lavermaydi. O'z maqsading sari qadam tashlashni xohlabsanmi? Shuning o'zi katta gap. Mabodo o'xshamay qolsa, xafa bo'lib yurma. O'ksinma. Bugun bo'lmasa erta bor. Kelishdikmi? Gapimni tushunding, ha? Tushundim. Ol bolam. Tong saharda yotdingmi deyman-a, bolam? Ha, ishim ko'p edi. Bolama, ish tugamaydi. Agar vaqtida dam olmasang, 50 ga kirmasingdan surobing to'g'ri bo'lib qoladi. Ishimizni bilasiz, oyijon. Jinoyat bo'lmagan payt dam olamiz. Jinoyatni ocha olmasak, uyqu ham kelmaydi. Ochilmagan jinoyating bormi? Ha, bor. Lekin sizga aytmayman. Bo'lmasam, har yarim soatda qo'ng'iroq qilib qo'rqyapman deb turasiz. Qo'shnilarimiz bilan tanishdingizmi? Kim ekan? Qayerdan bilaman, bolam? O'zim kecha kelgan bo'lsam. Endi aytaman-da. Yangi qo'shnilar bilan tezgina tanishib olardingiz-ku. Ha. Aslida yangi kelgan qo'shnilarni yo'qlash shu yerda yashaydigan eski qo'shnilar uchun farz bo'ladi. Eski uyda yangi kelgan qo'shnilarni darrov yo'qlab chiqardim bir kosa ovqat bilan. Bu uyda men yangiman-ku. Eskilar meni yo'qlashi kerak, lekin Bo'lmasa onasi omad tilaymiz. albatta. Amin. Oq yo'l qizim. Allohu akbar. Rahmat. Unda men ketdim. Yaxshi borib kel, qizim. Orqaga qaramayman. Omadim qochib ketmasin. Xo'p. Oling dadasi. Senchi sen. Tungi daydiligingni qachon qo'yasan? Ha? Tuni bilan ko'chada daydib, kuni bilan ishxonada uxlaysan. Nima, ish senga o'yinchoqmi? Dada, Nima? Yana bilmaydi deb o'ylaysanmi? kinoga borish mumkin emasmi, dada? Kechqurun uyda bitta o'zim nima qilaman? Kim bilan bording kinoga? Sarvar bilan. Qizlar bormidi? Yo'q. Faqat o'g'il bolalar ko'radigan bo'lsa, qanaqa kino ekan u? Chet el kinosi, dada. Xo'sh, Qizlar bilan unaqa kinoga tushib bo'lmaydi. Ular baribir tushunishmaydi. Haligi yigitlarni urush kinosidir-da.
Rostdan ham unga qizlar tushmaydi, dadasi. Rost. Yaxshi kino ekanmi? Zo'r. Zo'r degan. Unda bugun kechqurun men bo'shman. O'sha zo'r kinoga birga tushamiz. Dada, men kecha tushib bo'ldim. Qipti. Yaxshi kinoga qayta tushsa ham bo'laveradi. Kelishdikmi? Choyingni ich. Ishga kech qolamiz. Bir tomoni borki, oyijon, bu yer xoli emas. Bunaqa uylarda ba'zida yon qo'shnisini ham tanimaydi odamlar. Yo'q. Ha, ishda ko'p duch kelganman. Qo'shnisnikida o'g'irlik yoki qotillik sodir bo'lsa, qo'shningiz o'zi qanaqa odam desam bilishmaydi hatto. Voy tavba. Shunaqasi ham bo'lar ekanmi? Bir o'zim qolganimda bir narsa bo'lib qolsa, hech kim bilmas ekanda, a? Ha, shuning uchun yangiman demasdan o'zingiz tanishib chiqavering qo'shnilar bilan. Ha. Shunaqa qilaman bolam. Mayli, bugun ham kutaychi. Agar hech kim chiqmasa, ertadan boshlab hamma qo'shninniki o'zim chiqib kelaman. Shunaqa qiling. Mayli oyijon, men ketishim kerak. Voy. Menga qara, ishxonang yaqin edi-ku. Sal tuzroq yeb ichib olgin. Bilasiz-ku, katta degan nomim bor. Xizmatchilardan oldin borib turmasam bo'lmaydi. To'g'ri aytasan. Mayli, bora qol bolam. Qani xo'p. Ilohim. Ishing baroridan kelsin. Jinoyatchilarni o'zi kelib, mana shu ishxonangni eshigini tagida tizilib, qilgan aybiga iqror bo'lib tursin. Allohu akbar. Gapni ham olasiz, oyijon. Ha, aytgandek, hech narsaga urinib ovora bo'lmang. Yordamchi qidiryapman. Bugun kelib qolsa kerak. Kelishdingmi? Xo'p bo'ladi, o'rtoq boshliq. Ha, oyijonim, ey. Oyijon, men ishga ketdim. Yig'lamay, siqilmay o'tiring. Qaytishda dadamlarning yonlariga kirib kelaman. Xavotir olmang. Men ham kasalxonaga bormoqchi edim. Mazangiz yo'q-ku? Yo'q, yaxshiman. Dadangni ko'rmasam bo'lmaydi. Ko'nglim joyiga tushmayapti. Mayli. Men ishxonadan chiqib, kasalxonaga o'taman-da, kerakli bo'lgan dorilarni olib borib beraman. Keyin kechki payt birga ikkalamiz borib kelamiz, xo'p? Xo'p. Oyi ishini quflab olarsiz-a? Yaxshi o'tiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yangi qo'shnilar kelishdi shekilli. Shunaqaga o'xshaydi. Mayli, men ketdim, oyijon. Yaxshi o'tiring. Kelganimdan keyin birga dadamni ko'rgan o'tib kelamiz. Xo'p, yaxshi borgin. Demak, hali ham asosli birorta ham dalil topolmadingiz. Yo'q, Abror Tursunovich. Topolmadik. Faqat shu bitta yangi ma'lumot bor. Bosqinchilik sodir etilgan vaqtda o'sha uy yonida tez yordam mashinasini ko'rishgan. Balki tez yordamdagilar jinoyatchilarni ko'rishgandir. Bo'lishi mumkin. Kerakli idoralar bilan bog'landinglarmi? Bog'landik. Ulardan xabar kutyapmiz. Ha, yaxshi. Hech narsa nazardan chetda qolmayaptimi? Harakat qilyapmiz. Kecha rosa guvoh topishga urindim, lekin negadir odamlar qo'rqishyapti. Gapirgilari kelmaydi. Topish kerak, guvoh bo'lishi kerak. Guvoh bor, chiqadi. Qidiringlar. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Xo'sh. Bugun nima qilasizlar? Men Yunusobod tumaniga o'tib kelaman. Shu ishga o'xshagan ikkita jinoyat ishini hujjatlari bilan tanishib chiqaman. Yaxshi. Men tuman tez yordam idorasiga boraman. Erkin, unda men sen bilan Abdurahmonovning uyiga yana boramiz. Balki kecha topilmagan guvoh bugun topilar. Mayli. Juda soz. Unda sizlarga ruxsat. Vaqt o'tib boryapti. Tezroq harakat qilishimiz kerak. Xo'p bo'ladi. Tushunarli. Boringlar. Bajaramiz.
Singlim. Assalomu alaykum opa. Yaxshimisiz? Kimni izlab yuribsiz? Menga 301-guruh rahbari kerak edilar. Diloromxon edi shekilli. Ha, Dilorom opami? Ha. Ular boshqa ishga o'tib ketganlar. Ha? Unda ularni o'rnlariga kim bo'lgan? Dilorom opani guruhini yangi kelgan o'qituvchiga berishdi. Ismi Saodat. O'sha o'qituvchi bilan bir uchrasam maylimi? Ha, tinchlikmi opa? Siz kim bo'lasiz? O'zimni ishim bor edi. Iltimos. Mayli, yuring. O'qituvchilar xonasidan ko'rib beraman. Rahmat. Hozir chaqirib beraman. Xo'p. Saodatxon. Saodatxon. Qaravoring. Tinchlikmi? Ha. Sizni so'rab kelishibdi. Bular Saodat. Ha. Assalomu alaykum. Uzr opa, meni ishim bor edi. Rahmat sizga. Mayli, xayr opa. Sog' bo'ling. Men guruhingizdagi Ochilovaning onasi bo'laman. Ha, Ochilova bu Xolida. uzr opa, hali hammani yaxshi tanimayman. Demak, Ochilova Xolida. Xo'sh, menda nima yordam kerak? Ha, shu desangiz siz bilan gaplashmoqchi bo'lib kelgandim. Gapimiz sal cho'ziladigan, shuning uchun iloji bo'lsa xoliroq joy bo'lsa yaxshi bo'lardi. Xoliroq joy deysizmi? Ha. Bilmadim. To'g'risi, o'zim ham yangi kelganman. Keling, bunday qilamiz. Hozir bizda katta tanaffus. Xona bo'sh. Yuring, o'sha yerga kirib gaplashib olamiz. Mayli. Marhamat. Xo'p, yura qoling. Kiring. Mumkinmi? Keling. Mana Go'zal Rahimovna siz so'ragan tahlil natijalari. Rahmat. Tug'ruqxonada olingan tahlil natijalari o'zingizdami? Ha, o'zimizda. Ober. Mana. Marhamat. Xo'sh. Ahmad aka. Bu yerga sizni nima uchun jo'natishganini bilasizmi? Tahlili yaxshi chiqmadi deyishdi. Nima bu yerda boshqa narsa bormi? Boshqa narsa emas. Qayta tekshiruv ham bolangizni qon tahlilida fenilketonuriya kasalligi borligini tasdiqladi. Nima? Fenilketonuriya bu modda almashinuvi natijasida kelib chiqadigan kasallik. Bu nima degani? Bu shu deganiki, agar vaqtida davolanmasa, kelajakda bola aqlan zaif bo'lib o'sadi. Lekin siz qo'rqmang. Baxtimizga bugungi kunda bunday kasalliklarni vaqtida aniqlab, ularni davolashning usuli topilgan. Bu kasallikning o'z shifobaxsh ozuqasi bor. Farzandingiz balog'at yoshiga yetgunicha davlat hisobidan sizni o'sha ozuqa bilan ta'minlab turamiz. O'z vaqtida uni berib tursangiz, aminmanki, kasallikni asoratlarini oldini olgan bo'lamiz. Aniqmi? Shunda bolamiz sog'lom bo'lib o'sadimi? Albatta. Bu ozuqa juda ko'p tekshiruv va sinovlardan o'tgan. Ha. Shuning uchun qo'rqmasangiz ham bo'ladi. Ana, eshitdingmi? Demak, FKU 0 shifobaxsh ozuqasi. Bolangiz uni 1 yoshgacha iste'mol qiladi va FKU 3 ni undan keyingi davrda bera boshlaymiz. Ha, xo'p. Shunda bolamiz jinni bo'lib o'smaydimi? Bu nima deganingiz? Nega bunaqa qo'pol gapirasiz? Yo'q, aynan aqliy rivojlanishi, yaxshilanishi uchun beramiz bu ozuqani. Faqat sizdan bolangizga boshqa bolalarga nisbatan yanada e'tiborliroq bo'lishingiz talab etiladi. Ha, xo'p. Vaqtida ko'rikka olib kelasiz. Tahlil va tekshiruvlardan o'tib borasiz. Xullas balog'at yoshiga yetguncha biz siz bilan hamkormiz. Tushunarlimi? Tushunarli. Tushunarli. Rahmat. Bir nafarmi?
Kelavering. Xolida, oying. O'tirlaring. Hurmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xolida kim? Xolida, tura qol. Xolida. Bolalar, hozir katta tanaffus. Bemalol ovqatlanib kelishinglar mumkin, lekin darsga kechikmanglar. Izzat, kutubxonaga chiqamiz. Bo'lmasa-chi. Eshitdinglar? Kechikmanglar. Xolida, siz qoling. Nega ketdilar oyi? Sen bolalar, bu yoqqa Opa, marhamat, o'tiring. Xo'p. Xolida, siz ham bu yoqqa o'tirib oling. O'tiring. Fanlarni o'zlashtirish qiyin bo'lib ketdi. Sabina, Xolida senga aytgan bo'lsa kerak. Tinchlikmi? Oyisi nega ketdi? Keyin o'zingga gapirib berarman. Nega axir? Shunchalik katta sirmi bu? Yo'q, sir emas. Sir bo'lmasa ayt. Shunchaki, onasi uni o'qishga jo'natgisi kelmayapti. Faqat shumi? Ko'pchilik ota-onasi o'qishga jo'natmaydi. Nima qilibdi shunga? To'g'risini aytaver. Nimadir bor-ku axir? Yo'q, boshqa hech narsa bilmayman. Yur Gulasal, suv ichib kelamiz. Voy. Tavba. Gapni boshlashga boshlab qo'yadi-da, oxiriga yetkazmaydi. Aytish mumkin bo'lmagan gapni qanday aytadi? Axir dugonasi-ku, uning sirini qanday sotadi? Voy Shahrizoda, sen gapga qo'shilmasang bo'lmaydi-ya. Gapga bo'lar bo'lmas qo'shiladigan faqat sensan. Men esa senga aqling kaldalik qilgan narsani aytdim, qo'ydim. Durdona, yur ketdik. Ichkariga kiraylik. Yana biroz tursak, bularning g'ibatiga sherik bo'lib qolamiz. O'rgildim. O'ziga o'xshagan dugona ham topib oldi. O'tgan yili hech kimga qo'shilmay yurardi. O'zicha. Shuni ayt. Yur ketdik. Yur. Bu yerda turgandan foyda yo'q. Xo'sh, opajon, tinchlikmi? Nima gap? Shu singlim. Meni oldingizga kelganimdan maqsad siz bilan gaplashib olmoqchi edim. Nima masalada? Xolida, bunday turmang, o'tiring. Eshityapsanmi? Senga o'tir deyaptilar. Singlim, bizga ozgina yordamingiz kerak. Shu desangiz, yozda Xolidani unashtirib qo'ygandik. Nima? Opa, men tushunmadim shekilli. Siz dadasi bilan kelishib Xolidani turmushga berishga qaror qildik. Fotihasi ham bir hafta oldin bo'lib o'tdi. Bu nima deganingiz? U hali o'quvchi-ku? Ha, endi o'quvchi bo'lgani bilan 17 ga to'lib bo'ldi-ku. Joyi chiqqanda... To'xtang. Qanaqa joy, opa? Yangi qonunlardan xabaringiz yo'qmi? Xabarim bor. Lekin hamma narsani yo'li bor-ku. Tushunmadim. Xolida, men turmushga chiqmoqchi emasman, o'qimoqchiman. Sen indamasdan o'tirgan. Kuyov bolani o'zi o'qitib oladi. O'zi senga o'qishga bormagin degandim. Yana indamasdan chiqib ketibsan. Men baribir erga tegmayman. Tegasan. Tegmay qayerga borasan? Ziyodjondek toparmon tutarmon bola yana uchraydimi, yo'qmi? Bilib qo'ygin. Xolidaxon, siz ham sinfdan chiqib turing. Biz oyingiz bilan ikkalamiz gaplashib olamiz. Xo'p. Bolalar ham kirmay turishsin. Durdona, repetitorga qatnayapsanmi? Yo'q, repetitorga bu yil qatnamayman. O'zi umuman qatnamoqchi emasman. Oyim hamma kitoblarni topib beraman dedilar. O'shanga qarab tayyorlanaveraman. O'zi qayerga topshirmoqchisan? Dizaynerlik institutiga. Senchi? Men ham. Unda birga topshiramiz, kelishdikmi? Xo'p, mayli. O'zing ham biror yoqqa tayyorlanyapsanmi? Men ingliz tiliga qatnayapman. Xohlasang birga qatnaymiz. Yo'q, rahmat. Meni o'z mashg'ulotim bor. Qanday? Hech kimga aytmaysanmi? Yo'q. Men suzish bo'yicha Osiyo chempioniman. Rostdanmi? Ha, rost.
Zo'r-ku. Unda dizaynerlikka topshirib nima qilasan? Yaxshi sport kollejiga bormaysanmi? Yo'q, dizayner bo'lmoqchiman. Suzish esa o'zim uchun. Ikkalasini bir xilda olib borishga harakat qilaman. Ha, voy Durdona, senga rosa havasim kelyapti-da. Yaxshi qildingiz chiqarib yuborib. O'zi siz bilan yolg'iz gaplashmoqchi edim, singlim. Saodatxon, kuyov tomon to'yni tezlatmoqchi bo'lishyapti. Shu bir oylar ichida tushirib olamiz deyishyapti. Shunga qizimni darsga kelmaganini bildirmasdan o'zingiz astagina hal qilib bersangiz rozi qilardim. Nima? Tushunmadim. Nimalar deyapsiz? Voy, nimasini tushunmaysiz? Darsga kelyapti deb baholarini qo'ydirib chiqartirib bersangiz xafa qilmayman. Singlim, kuyov hammasiga turib beraman deyapti. Qancha desangiz. Siz menga pul taklif qilyapsizmi? Ha, endi mehnatingizga yarashadi, singlim. Kechirasiz. Boyadan beri hurmatingizni qilib, gapingizni eshitdim, opajon. Endi siz meni eshiting. Xolida o'qiydi. To'yni kollejni bitirganidan keyin qilasizlar. Bo'lmasa, nafaqat ma'muriy, balki qonun bo'yicha ham javob berishingizga to'g'ri keladi. Voy, hozir menga taklif qilayotganingiz pora deb nomlanadi. Agar bu haqda ham tegishli joylarga ma'lumot bersam, jazoingiz yana ham ko'payadi. Nimalar deyapsiz o'zingizdan o'zingiz? Men gapirishim kerak bo'lgan gapni gapiryapman, opa. Bizda 12 yillik ta'lim majburiy. Shuning uchun ham qizingizni haq-huquqlarini davlat himoya qiladi. Uni erta turmushga berishingizga umuman yo'l qo'ymaymiz. Voy, men sizni odam deb, tushunsangiz kerak deb gapirsam, qayoqdagi gaplarni gapirasiz-a? O'zi turmushga chiqqanmisiz? Yo'q, chiqmaganman. Nima edi? Nima, meni qizimni ham o'zingizga o'xshagan qari qiz bo'lib qolishini xohlayapsizmi? Hozir qizlarni yaxshi joyga turmushga berish qanchalik qiyinligini bilasizmi o'zi? Har kuni qizimni kimgadir aldanib, ilakishib qolmadimikin? Qayoqdagi bo'lmag'ur bolani yaxshi ko'rib qolmadimikin? Bo'lmag'ur yigitni sevib qolsa nima qilaman? Qizim yuzimni yerga qaratmasmikin deb har kuni yurak o'ynog'ida o'tiraman. Nimaga bunchalik qo'rqasiz? Nima? Qizingizga ishonmaysizmi? Voy, nega ishonmas ekanman? Ishonaman. Lekin zamon o'zgaryapti. Qizlar, yigitlar o'zgaryapti. Yomon niyatlilar ko'p, singlim. Kim biladi nima bo'lishini? Opa, xato o'ylayapsiz. Qizingizga to'g'ri tarbiya bersangiz, ishoning. Osmon bilan yer joyini o'zgartirsa ham uning tarbiyasi o'zgarmaydi. Lekin o'ylang, uni yoshgina turmushga berib yuborsangiz, ertaga kim bo'ladi? Hozir zamon o'qiganniki. Voy, xudoyim. Undan tashqari o'ylab ko'ring-chi. Qizingiz kelin bo'lishga, undan keyin ona bo'lishga tayyormikin? Qanday asrab avaylab katta qilgan qizingizga nahotki achinmasangiz? Menga qarab bo'lasan. Yana qancha kutamiz? Bu nima to'polon? Nimaga dars olmassizlar? Bu qanaqasi? Darsga kirmasdan nima qilib turibsizlar yo'layda? Tinchlikmi? Keling, nimaga? Yaxshi, rahmat. Saodat Zohidovna, nimaga o'quvchilar tashqarida turishibdi? Uzr, tanaffus tugagan. Qani kiringlar, tez-tez kiringlar. Chaqon-chaqon qimirlaylar. Hech vaqoni bilmaydigan yoshlarni ishga qabul qilaverasizlar-a? Nimani ham bilishadi bu satanglar? Shular ta'lim beradimi, bizni bolalarga? Tinchlikmi, opa? Nima bo'ldi? Bu o'qituvchimi o'zi?
bir gap gapirsang qo'rqitadi, to'g'ri tushuntirsang gap bilan og'zingga uradi. Direktor sizmisiz? Yo'q. Hozir ko'ramiz. Direktorga kirib arz qilganimdan keyin shu joyda ishlarmikinsan, yo'qmi?